hayotimizni butun qilsam, hidoyatga boshlasam, o'z-o'ziga muhtoj bo'ladi. Bitta Qur'onda million hofiz bo'lsa, million xil aytadi. Hattoki so'zlar вроде бы просто so'zlarga o'xshaydi, hammani boshidagi ish borga o'xshaydi, lekin hamma yashagan darajasida aytadi. Juda to'g'ri. Siz qay darajada yashagan bo'lsangiz, o'sha darajada aytasiz. Men uni sizni kamchiligingizni aytmayman. U sizni haligi uni qoni to'q odam, dard ko'rmagan odam aytmaydi uni. Tushuntira olgan bo'lsam. Uni hali yashagan odam aytadi. Bunaqa qo'shiqlarda to'q odam aytmaydi. Eshikni intriga plisti qiladi. Bunaqa qo'shiqda boshqa ish tushgan odam, qor kuragan odam aytadi. O'shaning uchun o'zingiz dardingizni darajasida aytgansiz. У каждого человека есть своя боль, deydi-yu, крик души. Haligi men u krek dushiga men sizni bilasizmi, men bunday qilib aytish kerak deya olmayman. Odam o'lganda onasiga hamma har xil yig'laydi. O'shanga qilgan narsa. Hamma o'z dardi bor. O'zini dardi bor-da. Eshitishimiz mumkin. Barcha qusuvchi pastoshim, lekin o'zingiz nima his qilgan bo'lsangiz, o'zingizga yoqayapti aytganingiz. O'zimga men shu hayotimga shunaqa tushib qoldi. Men qo'yib beray. 5 yilga ana shuni aytmadim. Biz siz bilan anaqada ko'rishdik, kimlardan? Biz qilib yuribsiz. Eshitib ko'ringchi. Hamma narsa gapimdan qo'shiqda aytib bo'ldi. Qo'yib beray. Shunaqa yoqib qoldi. Atrofimda nafas kashlamat qoldi. Yuragimda na orzu na dard qoldi. Tog'larga teng bardoshimdan gard qoldi. Meni ko'kka olib uchun yigitlar. Boshqa. Erkak kishini hayqirig'i boshqa. Aytib bering odamlarga. O'zingizga o'zingiz aytyapsiz hozir. Dard his qilib. Ha, dard yig'layapti-da, lekin men hozir boshqasiga xursandman. Alloh qachondir ilhom berib, shu dard bilan meni ayttirtirib, shu qo'shiqni yozdirtirib, vaqtiki soati kelib, vaqtiki barmanat deydi-yu. O'ynaganda anaqasi. Mana ko'rdingizmi? Bunaqa qo'shiqni ataylab yozsa, yozolmaydi. Bugungi his qilgan odam kam. Bugun o'laksaga meni qaratmadi. Bilasizmi, bu aslida islomiy tarafda ham aytadiki, Alloh o'zingdan o'zgaga muhtoj qilmaydi deydi-yu. Burgu tariqasida ham keladi mana. Ammo kto? Biz kim? O'shalarchalik emas biz-da. O'zinikini o'zi tutib yeydi, o'zinikini anaqa qiladi, birovnikini olmaydi. Biz hozir lash bir-birimizni og'zimizdan tortib yeymiz. Shunaqa ma'noda aytilyapti-da. O'shaning uchun buni yashagan odamgina hozir bu qo'shiqni ham eshita oladi, ham anaqa qiladi. His qila oladi deydi. His qila oladi. O'zim qo'shig'im bor, men bir 5 yil deganda endi ashulachish boshladim. O'zim rost qo'shiqlarga o'zimga yosh bo'lsam ham sal e'tibor berib nima qilaman. Shundan keyin mana shu qo'shiqda aytdim, xolos boshqa qo'shiq aytganim yo'q. Umuman aytmagan odatim bor. 1 yil qo'poq aytgan Instagramga kirmayman deb kirmadim. Shu qo'shiqqa endi Alloh ro'para qildi. Ishqilib xayrlisi bo'lsin bola. Amin. Молодец. Молодец, мои поздравления. Xalqimizga ham kerak qilsin, keraksiz bo'lishlikdan o'zi aslo. Rahmat. Sog' bo'ling. Rizo bo'lsin.